Eron AQShning F-35 samolyotini qanday qilib shikastlantirdi? Zamonaviy urushlarda zenit raketalarining asosan ikki turi mavjud: radarga yo'naltirilgan va issiqlikni kuzatuvchi raketalar. F-35 uzoq masofali radarlar uchun deyarli ko'rinmas qilib yaratilgan, biroq u issiqlikni kuzatuvchi raketalardan butunlay yashirinish uchun mo'ljallanmagan. Xo'sh, Eron raketasi AQShning F-35 samolyotidagi yashirin texnologiyasini qanday qilib chetlab o'tdi? Gap shundaki, uning asosiy zaifligi issiqlik izida. Samolyotning geometriyasi va radarni yutuvchi materiallari uning radar aksi sadosini juda kichik qiladi va uni an'anaviy erta ogohlantirish hamda nishonga olish radarlari uchun ko'rinmas holga keltiradi. Taqqoslash uchun bu samolyotning radar signaturasi kichik bir qushniki bilan teng. Ammo F-35 dunyodagi eng kuchli qiruvchi dvigatellardan biri bo'lgan bitta Pratt Whitney F-135 dvigatel bilan jihozlangan. F-35 asosan milliard dollarlik S-Taurus S-300 tizimlarini radiochastotali radarlarni yengish uchun optimallashtirilgan. Biroq bu butunlay ko'rinmaslik degani emas. Ushbu dvigatel ulkan issiqlik oqimini chiqaradi. Zamonaviy havo hujumidan mudofaa tizimlari radar o'rniga infraqizil qidiruv va kuzatuv tizimlaridan foydalanadi. Javob qisqa masofali issiqlikni kuzatuvchi raketadir. Ushbu passiv datchiklar osmonni har qanday issiqlik anomaliyalari uchun skanerlaydi. Uning tizimlari o'zidan hech qanday energiya chiqarmagani uchun F-35 ning radar ogohlantirish qabul qilgichlari uchuvchini nishonga olgani haqida radarda bo'lgani kabi ogohlantirmaydi. Infraqizil yo'naltirilgan raketa uchirilgandan so'ng to'qnashuv fizik poygaga aylanadi. Raketaning infraqizil kallagi F-35 dvigatelidan chiqayotgan issiqlikka qulflanadi. Aniqlash uchun F-35 taqsimlangan diagramma tizimi bilan jihozlangan. Samolyot atrofida joylashgan 6 ta infraqizil kamera 360 darajali ko'rinishni ta'minlaydi. Uning tizimi yaqinlashib kelayotgan raketaning dvigatelidan chiqayotgan issiqlikni aniqlaydi va uchuvchini darhol ogohlantiradi. Raketani adashtirish uchun uchuvchi yuqori kuchlanishli manevrlarni amalga oshiradi va bir vaqtning o'zida chalg'ituvchi issiqlik yostiqchalarini chiqaradi. Agar raketa issiqlik yostiqchalariga ergashsa-yu, lekin allaqachon halokatli radiusda bo'lsa, uning masofaviy portlagichi ishga tushadi. Natijada yuzaga kelgan parchalar va zarba to'lqini samolyotning boshqaruv qismlariga yoki yashirin qoplamasiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Bu esa F-35 ning zarar ko'rgani, biroq xavfsiz qo'nishini amalga oshirgani haqidagi xabarlarga to'liq mos keladi.